Bugungi bemorimiz 15 Pro Max apparati. Orqa tomonda ideal bo'lib turgan bu apparat old tomonidan qaraganimizda juda qattiq zarbadan qabrig' qo'ygan. Telefonimizni ochganimizda mana bu holatga ko'zimiz tushdi. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa zarbadan qutqarib qo'ygan bo'lishi mumkin? Ko'rib turgan shlefinglar bu Truton shlefti bo'ladi, uzilib ketgan. Buni ham asta qilamiz. Truton mikrosxemasini eski shlefdan olib, boshqa shlefga o'tkazib olamiz. Noma'lum detal degan yozuv chiqmasligi uchun bu apparatimizda ehtiyotkorlik bilan yangi ekrandan mikrosxemasini olib tashlaymiz. Protsessorga bog'langan eski mikrosxemasini bu yangi ekranga o'tkazib olamiz. Ekranimizga issiqlik o'tkazmaydigan maxsus qoplamani shlef tagidan qo'yib, mikrosxemasini o'tkazib olamiz. Mana bemorimiz operatsiyadan xudo xolasa omonlikda chiqib oldi. Настройкамizda обустройствоda ham boshqa yoqda ham неизвестный detal degan yozuv chiqqani yo'q. Trutonlari ham soz holatda.